Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Bizlarni kuzatib yuruvchi, BYD avtomaster kuzatib yuruvchi akalar, orqamda turgan evakuatorda turgan mashina BYD Song Plus mashinasi bo'ladi. Bilasizlar, bizda evakuator xizmatlari mutlaq shahar ichida tekin. Shuna telefon qilasizlar, xudo o'zi saqlasin-ku, DTP bo'lib qoladimi, aluga tushib ketasizlar, richinglar sinib ketadimi? Shuna mashina evakuatorga ortadi, bizga olib kelib berishadi, tekin. Endi bu yerda BYD Song Plus mashinasini hozir evakuatorga ortib olib kelib berishdi. Evakuator xizmatini men nomer tanishtirib qo'yaman. 33lik 341 Xo'p. Bu evakuatorni men nomidan chiqib BYD Avtomasterga desanglar, olib kelib beradigan bo'lsa, tekinga olib kelib berishadi. Bu mashina nima bo'lgan hozir ko'rsatib o'tib ketaman. Qaranglar. Song Plus mana chap taraf balon. Ko'rasizlarmi ham recheni? Ko'rasizlar sinib ketgan. Mana tirs yorilib ketgan. Bu rechen nimadan bunaqa bo'ladi? Qachonki yamaga chap taraf bilan mana shunaqa udar olingan yo yamaga tushib ketilgan, kattaroq yama ushlagan bo'lsa, mana shunaqa rechen sinib ketadi. Akalar, ehtiyot bo'lib yuringlar, bunaqa holatga tushmanglar. Bizani agar desicho mana shu nomerga telefon qilib 341 ga evakuator xizmati. Meni nomerim kerak bo'lsa, 33lik 153 53 53 ga Fathullah bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Joninglar sog' bo'lsa, bunaqa holatga tushmanglar. Toshkent ichida mutlaq tekin. Agarda desicho boshqa servislar bo'lsa ham olib borish kerak bo'lsa ham kelishtirib chiroyli qilib berishadi. Bu evakuatordagi yigit o'zidan do'stimiz, yaqin do'stimiz, Hikmat deb aloqaga chiqaverasizlar. Mana Hikmatning o'zi ham. Hikmat, qalaysan? Yaxshimisan?